Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede Sadakacı Rozi, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2023 yılı 8. ayının 28. günü hürmetli vatandaş. Sonraki begövedimiz bu içe belki zürüriyet. Şundan ama mecburiyet. Bizden tünün sözge leksiyimiz tarihinin zürüriyeti. Bugün sizler şunu yani söyleydiğimiz bu bizden mecburiyetimiz hürmetlik. Vatandaşım Uygurum, Uyguristanım. Tünün sizlerge şundak leksiyelerini sözlük mesela. Anında avval vaziyet doğrusu bir işkiğiz gep kılılı. Vaziyetimiz nimedese başka vaziyette okuyup durayla Amerika Koşmuş Ştatları Savunma Ministeri Cena Raymondi Hanım 27. günden başlap Azerbaycan'da ziyarette buluvatıdı. Dastlabki uçurva haberle qaraganda birinci. Çünkü Amerika o'ttirasida sodiq münasibetli kaldı bir yeni gruppa. Hizmet gruppasi qurishga qo'shildi. İkincisi Cena Raymondi Hanım devlet bexatarligi meselesi kelganda hargiz yo'l qo'ymaydiganligini. Bu meselede murassaga o'rin yo'q ekanligini tilga oldi. Üçüncüden Cena Raymondi Hanım mesela biz işlerimizde mesela savdo ticaret işlerinde sezgür, nazok meselelerge berip ketilmaydigan barliq qısa sahalarda yani meblağ söylüyoruz degandek, yani növbetlikidek yoki daimiy degandek. Bu şundaq işlarni yana bizga fursat bar ekanligini eski devlet bilimiz degan yerga yetdi vatandaşım. Demek bu yerda hozir qattiq maydonmi bor? Saplar bo'yicha, saholar bo'yicha, kishilik huquq sohasi boshqa, siyosat sohasi boshqa, savdo iqtisod sohasi boshqa, harbiy ishlar sohasi boshqa. Amerika mushu sohalarda jungo bilan bo'lgan munosabatda prinsipallik siyosadagi prinsipal maydonni ta'kidlab kelmoqda vatandoshim. Yani keyin suhbat oxirlashgandan keyin qandaq söz ibarlab o'tirib chiqadi shu vaqtda ko'ramiz. Endi sizlarga deganimiz bo'yicha bugun biz sizlarga Reis Xi Jinping Janubiy Afrikadan bevosita uchib mustamlika Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining poytaxti, qadimiy poytaxti Urumchi shahriga tushdi. Bu yerda xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Maşinroy yerlik hakimiyet yani gubernatör hakimiyeti, parti gruppasının başlığı Maşinroy qatarlıq əməldarlarının bergen dokolatını anladı vatandaşım. Şayet siz biz bunun hayran kaldık, bu nimi tasadüflük dedik. Başlamayı ettik tarihi zürüriyet. Şundak buludu vatandaşım. Hadi bugün biz şulanın leksiya şeklini sizlerge sözleştin avval haberinin mezmunu bilen sizlerini bir haberdar kılayla vatandaşlar. Anlayınlar. Birinci mavzu. Xi Jinping vataniga, devletiga qaytdi. Bir vasıta Xinjiang'a uçup geldi. Yığında muqimlikni 8 qitim ta'kidladi. Mesela doklad anglash yig'inida muqimlikni 8 qitim ta'kidladi. Mavzuli xabar 8. ayning 26. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 8. ayning 26. günü Jungo Kompartiyasining rahbari Xi Jinping 5 devlet, altın kesak 5 devlet yığınını ahırlaştırıp devletiga qaytqandan keyin Urumchida Xinjiang partiya hükümet əməldarlarının xizmet dokolatını anladı. Xi Jinping yığında ijtimoiy muqimlikni alayda ta'kidlab, muqimlik degan bu xatni Xitoy tilidagi ikki xatni jami 8 qitim tilga oldi va takrorladi. Jungo Kompartiyasi Xinhua 26. günü munda xabar tarqatdi. Xi Jinping Xinjiang Partkom sekretari Ma Xingruyning xizmat dokolatini anglagandan keyin ijtimoiy muqimlikni ta'kidlab muhim o'ringa qo'ydi. Hamda zo'ravonlarga qarshi turish, bölgünçülükə qarşı turishni tilga oldi.
Xi Jinping yana bir qatim hem mundaq qilamiz, hem shundaq qilamiz deydigan cümle şekli bo'yicha ko'rsatmasini yana o'tirg'i qo'yib mundaq dedi. Hem hozirgi vaqtni ching tutishimiz, navbatda taraqqiyot, muqimlik, duch kelgan gavdalik masalalarni hal qilishimiz, hem uzoqni ko'zlab planlab har xil chunqur qatlamliq ziddiyat va masalalarni chunqur hal qilamiz. Xi Jinping mundaq tilga oldi. Jungo Kompartiyasi Şinjanni boshqarish vositalarini izchil yo'lga qo'yib keldi. Ma'rif jihatda Xi Jinping davlat o'rtaq tili bo'yicha ta'lim-tarbiya elib berishni yo'lga qo'yishni talab qildi. Yoshlarni tarbiyalashni kuchaytirishni talab qildi. Tashviqot targ'ibot jihatda Xi Jinping ijobiy tashviqotni kuchaytirishni talab qilib, Xinjiangning hikoyalarini so'zlashni, salbiy jamoat fikrlarini qaratmalik holda tanqid qilishni talab qildi. Muxbir mundaq bir masalaga diqqat qildi. Xi Jinping bu qatam yig'inda muqimlik degan ikki xatni 8 qatam ta'kidladi. Bundan biron tashqari dunyo Jungo Kompartiyasining Şinjangda az sonliq millatlarga ziyonkashlik qilganligini, shu joyda qayta tarbiyalash lageri qurib, kishilik huquqqa ziyonlik ish qilayotganligiga diqqat qilgan edi. Jungo Kompartiyasi siyosiy büro a'zosi Markaziy komitet ishxonasining mudiri Saychi bu qatim doklad anglash yig'iniga birga qatnashdi. Jungo siyosiy büroning a'zosi Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Jungo siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Bincheng, Jungo jamoat xavfsizligi ministrligining ministri Wang Shaohui qatorliq amaldorlar doklad anglashga Xi Jinping bilan birlikda qatnashdi. Bundan biron 8-oyning 21-kunidan 24-kunigacha Saychi va tashqi ishlar ministri Wang Yi Xi Jinping hamroh bo'lib Janubiy Afrikada o'tkazilgan 5 davlat yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashgan edi. Mushaqatan bu yig'inda Xi Jinping tuyuqsizlar parishon holga tushib qoldi. Parishon bir holga tushib qoldi va diplomatiya vaqasiga duchor bo'ldi. Amerika Birlashma Agentligi ekran xabarida mundaq ko'rsatdi. Oltin kesak davlatlar yig'ini 2-kuni, ya'ni 23-kuni har qaysi davlatlar rahbarlari tartib bo'yicha maydonga kirdi. Xi Jinping maydonga kiradigan chog'da orqasidan agishib kelayotgan tarjimon billi maydonga kirmoqchi bo'lganda Janubiy Afrikalik xodimlarning qattiq cheklishiga uchrab darvozaning sirtida qoldirildi. Ekranda mundaq ko'rsatildi. Xi Jinping qadamini to'xtatib, orqaga burilib qaradi. Bu chog'da darvoza allaqachon taqalgan edi. Keyin Xi Jinping yana oldiga qarab mangdi, lekin bir necha qadam basmayla o ikkilanib yana qadamini to'xtatdi. Qaradiki, tarjimon yenida yo'q edi. Shu orliqda Xi Jinping nima qilarini bilolmay qoldi. Xi Jinping 8-oyning 21-kuni Janubiy Afrikaga yetib kelgandan keyin 2-kuni, yani 22-kuni Oltin kesak davlat rahbarlari o'rtaq qatnashadigan savdo sanoat munbiri yig'iniga qatnashmadi. O'zining o'rniga savdo ministri Wang Wentowni fikr bayon qilishga o'rinlashtirdi. Bu ishlar tashqi dunyoning qiyosparazlarini paydo qildi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Xi Jinpingning yig'in qatnashmaganligi Jungoning davlat ichki vaziyatining muqimsizligini oshkorlab berdi. Lekin Jungo matbuotlari Xi Jinping to'g'risida xabar e'lon qilganda, savdo ministri Wang Wentowning yig'inda Xi Jinpingning o'rnida fikr qilganligini tilga olmadi. Tayvan davlat
Müdafaa Tədqiqat Boru'nun müdiri Wang Shichi 8. ayının 23. günü munda ko'rsatdi. Xi Jinping'nin yığın qatnaşmağanlığı alayda bir ahvalga yo'liqqanligidan bo'lsa kerak. Masalan, tan salomatligidan yoki Jungoning ichki vaziyatida masala chiqqanligidan bo'lsa kerak. Hesabda bu ikkilisi emas. Vatandaş, davamlı anlayışlar leksiyelerimizden.